Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun vaginizm, ya'ni jins organdan qo'rqish kasalligi haqida aytib beraman. Undan oldin yaxshi bo'lgan bemorlarimizdan bir intervyu olamiz qisqacha. O'zlaringiz ham guvoh bo'lishlaringiz mumkin, bu kasallikni davolasdan bo'ladi, Alloh xohlasa. Bir ikki savollarim bor, sizlarga guvohlarni olib turmayman. Necha muhim yana vaginizm bilan qiynalib kelasizlar? 1,5 yil oldu, shunga barchamiz. 1,5 yil bo'ldi, siz jins aloqa yo'q bilmadim. Tushunarli. Shu 1,5 yil ichida nellar abarizlar, loyihalar aytdingizlar. Ko'p yerlar bordik, muammolar ishdik. Aytmaysiz-ku. Aytmaysiz qolmish. Hozir maylat. Ginekolog, urolog, barizlar Rasman. Xo'p. Ko'p odam bu yerda eskicha bo'ldi. Eskishada bir eskicha to'yi funksiyonlarni borib ko'rdingizlar. Nima bilan yashadingiz? Qilmaysizlar-ku. Xo'p. Yana sizga savol. Eringiz yaqinlashsak vaqtida nondan qo'rqarsiz. Og'riq yiqilib ketadi. Hozir ham yaxshi ovqat bo'lsa, Yaxshi. necha kunda yaxshi bo'ldingizlar? 1 oyda. Bir oy, lekin o'sha bir oy vaqt ketdi. Hozir hammasi zo'r, omaga bo'lib turibdi. Og'riq emasmi ekan? Yo'q. Hech qanday og'riq his qilmadingiz, hech narsa yo'q. Xo'sh. Shu 1,5 yil ichida shu sizlarni qo'shib bilmaslik, ya'ni organizm kasallikka sizdan отношениеңiz, sizdan bir-biringizga bo'lgan отношениеңizni necha ta'sir qildi? Ya'ni bir-biringizga bo'lgan mehr-muhabbat deydimi, bir-biringiz bilan aloqa necha bo'ldi? Menimcha so'q bo'lgan bo'lsa kerak, Zot. Jelas, hayat yaşıyoruz. Конечно. Uchrash kerak, bu Alloh sanovi. Молодец, ты Allohdan bergan sanovlardan ham sanamut qoldi. Size bıraktık. Bilmem ben seni içtik. Молодец. Xo'p. O'zi o'ylaysizlarmi bu muammo yaxshi bo'lag'ini, bo'lmaymi? Bo'lmaydi deb o'ylayman. Yaxshi bo'lib ketmaydingiz. Endi shu azolat ketamiz deb o'ylaysizlar. Hozir ishonamiz. Hozir endi yechsa bo'ladigan muammoda. Молодец. Keyin bir savollarni bayna. Sizlar shu ginekologlarni, urologlarni borgan vrachlaringiz nima deb aytgan? Yaxshi bo'lmaydi deb aytganmi yoki yaxshi bo'ladi deganmi? Yaxshi bo'ladi va ko'plar espargaylar, dori, virus bor. İstemeden natija olmadan. Ben dezem oldu. Vaqt yetsa ham, pul yetsa ham qoldi. Yana bir savol. Nechun aynan mana murojaat qilishni tanlaysizlar? Endi siz ben bir tanesi tavsiye etti sizi. Şu Xorazm bo'lsa yaxshi bo'libdi dedi. Seks patolog dedi. Shuna so'ragan. İnşallah. Ishonib so'ragan ichora. Ishonib natijasini ko'rdik. Rahmat. Tanlov uchun tanlovlashmasizlar. O'zingiz bilasizlar, konsultatsiyada matndan 3 narsa kerak. Sabr, ishonch va aytgan narsalarni mas'uliyatga olish. Mana 3ni qildingizlar, Xudoga shukr, samimiyat. Zo'r, natijani zo'r bo'ldi. Shu davo davomida o'zlaringiz his-qildingizlar. Lechena qilish qiyin bo'ldimi yoki oson bo'ldimi? Shu lechenamizda. Oson bo'ldi. Qiyinmasligini, Narsa yo'q. qiyinchilik bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'lmadi. Ben aytgan narsa hech qanday bir osmon o'yingan narsalar emas, qiyin narsa emas, hayotiy oddiy narsalar, to'g'rimi? O'sha oddiy narsalardan so'rab ketdingizlar. Yana bir savolim, shu yaxshi o'tganlaringizdan keyin nomuziga qaytadi. Nechik bo'ldi hayotlaringiz? Hayatımızın Evet. zorlusu. Aha. Oraya yaxshi olib boshladik, bo'lamiz. Bir-biringizga munosabatlar tiklandi. O'ziga boshladik. Hayotni lazzati olib boshladingizlar, mazasini bilib boshladingizlar. Va eng yaxshidormi? Albatta, bu jins aloqa qilmagan vaqt bilan hozirgi vaqtni solmasa bo'lmaydi, osmon bilan yer farqi bo'ladi. Sizlarning bemorlaringizdan ko'p yaxshi bo'lib ketganlar hammasiga albatta bu narsani o'zlaringiz ham o'tibsizlar. Endi hozir bu yerda kamerada hozir hayajon bo'lib turibdi. Men o'zimdan hayajon bo'lib turibdi. Bemorlar shuning uchun hozir boy bo'lsani yursa ko'rmayapmiz. Endi oxirgi savolim keling sizga. Shu kasallik bilan, ya'ni jins aloqani qilib bilmaslik, jins aloqani qo'rquv bilan yurgan kelinlar, ayol qizlarga nima berardingiz? Qo'rqmas. Yaxshi. Tavsiya qilib turaman. Ginekolog. Xo'p, sizlarcha sizni tavsiyangiz er-xotinni birgalikda davolashdi, to'g'rimi? O'z shifokorini ko'rishdi. Bu ginekolog orasida, urolog orasida. Davolandim. O'xshamadi.
Şöyle komşularla maaşı. Sizni tavsiyam shunda Fotoğraflarımız doktor Sabirov bilan ginekologimiz Mahliyan kelishing. Yaxshi. Asosda rahmat. Bundan keyingi hayotingizda omad, doimo sog' bo'lmay kasallanmanglar. Endi Xudo xolasa, keyingi sinov farzand. Xudo xolasa. Nasibsa, Alloh taoloning buyog'i sizlarni biriga sovg'asi bo'ladi, Xudo xolasa. Endi buyog'i farzandlarga qilamiz. Katta rahmat sizlarga. Yaxshi. Tapa.